Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixining navbatdagi mavzulari, ya'ni 20-21 mavzular 8-asrda Xuroson va Mavrounnahr degan mavzuni boshlaymiz. Xo'p, demak, arab xalifaligi hukmronligi o'rnatib bo'lindi bizada. Arablar bizani bosib olib bo'ldi. Endi esinglarda bo'lsa, 7-sinf jahon tarixida o'sha Ummaviylar sulolasi hukmronlik qiladi. Undan keyin Abbosiylar hukmronlik qiladi deyilgandi. Ya'ni demak, Arab xalifaligi degan davlatda ikkita sulola hukmronlik qilgan. Birinchi sulolaning nomi Ummaviylar sulolasi, ikkinchi sulolaning nomi Abbosiylar sulolasi deyiladi. Ummaviylar sulolasi ana 4 ta xalifa vafot etganidan keyin, ya'ni 4talasi ham hukmronlik qilib bo'lgandan keyin boshlangan sulola Ummaviylar sulolasi hisoblanadi. Ya'ni payg'ambarimiz vafot etganlaridan keyin birinchi xalifa bilamiz Abu Bakr, ikkinchi xalifa demak Umar, uchinchi xalifa Usmon, to'rtinchi xalifa Ali edi. Demak, xalifa Ali vafot etganlaridan keyin Ummaviylar sulolasi hukmronligi boshlanadi. Demak, endi bu mavzuda biz o'sha Ummaviylar sulolasining hokimiyatdan ag'darilib, Abbosiylar sulolasining hokimiyatga kelishi haqida ham qisqacha ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak boshladik. 8-asrning 40-yillarida xalifalikda toj va taxt uchun kurash boshlandi. Bu 740-yillarga borib taqaladi. Demak, o'sha paytdagi Ummaviylar sulolasidan bo'lgan oxirgi xalifa Narvon deb eslab qolsangiz bo'ladi buni. Marvon Muhammad ekan. Xo'p, hukmronligi davrida norozilik nihoyatda kuchayib ketdi undan. Nima uchun norozilik kuchaydi uning davrida? Buni ikkita sababi bor. Birinchisi, xiroj solig'ining oshirilishi, ikkinchisi, aholining hasharlarga majburan jalb etilishi bo'lgan. Mana shu ikkita sababdan aholi undan norozi bo'lib qo'zg'olon ko'tarishgacha borgan ekan. Endi Abbosiylar, bu davrda Abbosiylar Ummaviylarni oddiy aholini ko'ziga yomon ko'rsatish uchun targ'ibotchilar yubordi. Ya'ni hozir misol uchun internet bor bizada. Internetda bitta negativ video post joylansa, hamma birdan o'sha negativ video kim haqidaligini bilib, unga nisbatan fikri o'zgaradi-da. Lekin u paytda internet afsuski bo'lmagan, shuning uchun Abbosiylar Ummaviylarni taxtdan ag'darish uchun ularni xalqni ko'ziga yomon ko'rsatishda targ'ibotchilardan foydalangan. Targ'ibotchilar Arab xalifaligining turli hududlariga yuborilgan va ular oddiy aholiga Ummaviylar payg'ambarimiz avlodlarini hammasini o'ldiryapti, qirib tashlayapti degan gap tarqatishadi. Natijada aholining Ummaviylarga bo'lgan shusiz ham noroziligi nihoyatda kuchayadi. Xo'p, o'zi mana bu xiroj solig'ining oshirilishi va hasharlarga muttasil jalb etilishi sabab bo'lib turgandi. U narsa bo'lsa yana ham avj oldirdi. Va shunda targ'ibotchilardan biri bu Kufalik. Kufa bu Iroqda joylashgan, Kufa, Iroq. Hozirgi Iroqda. Abu Muslim bo'lgan shunaqa targ'ibotchilardan biri. U Xurosonga keladi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning avlodlarini qo'llab-quvvatlanglar, chunki ularni Ummaviylar o'ldirishyapti degan chaqiriq bilan chiqadi. Dastlab bu qo'zg'olonni arab zodagonlari qo'llab-quvvatlar ekan. Eslab qoling, shu savol tushgan. Dastlab Abu Muslim qo'zg'olonini kimlar qo'llab-quvvatlagan? Arab zodagonlari. Undan keyin mahalliy dehqonlar. Ummaviylarga qarshi tashviqotning sadosi tez orada Xuroson va Mavrounnahr viloyatlariga ham keng tarqaladi. Ular qora libos kiyib olgan, sababi birinchidan motam ramzi, ikkinchidan kuch bayrog'i edi va yana bitta sababi dushmandan o'zlarini farqlash uchun qora libos kiyganlar. 747-yilda boshlangan bu qo'zg'olon 749-yilgacha davom etadi. Tez orada qo'zg'olonchilar Xurosonning markazi Marvni egallaydilar. Bo'ya aytdik, Marv qayerdaligini tushuntirdim. Endi esinglarda bo'lsin, Arab xalifaligining ikkita sulolasi bo'lganidek, ikkita poytaxti ham bor. Ya'ni har bitta sulola paytida poytaxt, masalan, Ummaviylarning poytaxti Damashq shahri bo'lgan, Abbosiylarning poytaxti Bog'dod shahri. Xo'p, endi 750-yilga kelib Damashq shahri qo'lga kiritiladi va oxirgi hukmdor boyagi Marvon Muhammad taxtdan ag'dariladi.
750-yilda va uning o'rniga Abbosiylar xonadonidan bo'lgan Abul Abbos Saffoh degan kishi o'tiradi. Shu tariqa arab xalifaligida Abbosiylar sulolasi hukmronligi boshlanadi. Lekin Ummaviylar davrida aholi qanday qiynalgan bo'lsa, Abbosiylar davrida ham xuddi shu narsa davom etaverdi. Hech qanaqa bir yengillik, o'zgarish bo'lmadi. Xo'p, endi bu ishni qilgan odam Abu Muslim edi. Ya'ni Abu Muslim tufayli arab xalifaligida sulola almashdi, yangi hukmdor taxtga o'tirdi. Shuning uchun uni taqdirlash maqsadida Bag'dodda uni davlat va harbiy kuchlarning yuqori lavozimiga tayinladilar. Biroq o'sha Abu Muslimning obro'yi xalq orasida oshib ketayotganligidan qo'rqqan ba'zi bir amaldorlar uni hukmdorga yomon ko'rsatishni boshladi. Hukmdor dedi, bu sizdan oldingi hukmdorni ham yo'qotgan, sizni ham yo'qotishi mumkin. Shuning uchun buni dedi poytaxtdan uzoqroqqa jo'nataylik dedi. Natijada Abu Muslim poytaxtdan uzoqlashtirilib, Xuroson va Mavrunnahirga, ya'ni bizani ustimizga hokim qilib yuboriladi. Demak, Xurosonning navbatdagi hokimi Abu Muslim 3 ta hokim bo'ldi, eslab qolinglar. Xo'p, endi boya aytganimdek hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Natijada Abbosiylarga qarshi qo'zg'olon ham bo'ldi Buxoroda. 750-yil o'zida bo'ladi. Xo'p. Abu Muslim degani lug'aviy ma'nosi arab tilidan xabaringlar bo'lsa, Abu degani otasi degan ma'noni bildiradi. Abu Muslim degani bu Muslimning otasi degan ma'noni bildiradi. Endi mazmun mohiyatiga keladigan bo'lsak, eng yaxshi musulmon degan ma'noni bildirar ekan Abu Muslim degani. Xo'p, 751-yil Turon hududiga xitoyliklar bostirib kiradi. Hozir mana bu yerdan uni ko'rib chiqamiz. 751-yilda Talas vodiysida xitoyliklar arab hududlariga bostirib kirishadi. Natijada o'sha o'rtada urush bo'lib o'tadi. Mana to'g'ri qaraylik. Turk xoqonligi Uyg'ur xoqonligi tomonidan tugatiladi. Ya'ni sharqiy turk xoqonligini Uyg'ur xoqonligi bosib olar ekan. G'arbiyni emas, sharqiyni. Bu vaziyatda Tan imperiyasining Turonga tahdidi kuchayadi. Farg'ona Axshidi va Choch Malik. Bu yerda Chochning hukmdorini Malik deyapti. O'zi Chochniki Tudun edi. O'rtasidagi ixtilofdan foydalangan Xitoy 751-yilda Turonga harbiy yurish boshlaydi, deyapti mana. Abu Muslim bu payti Turonni boshqarib turganda, Abu Muslim demak xitoyliklarga qarshi Ziyod ibn Solih degan sarkardani yuboradi. Ziyod ibn Solihni eslab qolinglar buni. Va urush bo'lib o'tadi. Urushda Xitoy qo'shinlari tor-mor etiladi. Natijada mana shu urushda g'olib bo'lgandan keyin 9-asrga kelib qog'oz ishlab chiqarish bizda rivojlanadi. Nega? Sababi mana shu urushdan keyin asir olinganlarning ichida asirlar omon qolish uchun o'zini qog'oz ishlab chiqaruvchi hunarmand deb tanishtiradilar va o'sha qog'oz ishlab chiqaruvchi hunarmandlar endi Samarqandga kelib qog'oz ishlab chiqarishni boshlaydi. Natijada 9-asrga kelib Samarqand qog'ozi butunlay mashhur bo'lib ketadi. Bunday qaraganda qog'oz ishlab chiqarishni bizga xitoyliklar o'rgatgan ekan. Sababi Xitoyda qog'oz ixtiro qilinganda 1-asrda esinglardan bo'lsa 6-sinfda. Xo'p, davom etamiz. Endi mana shu boyagi yurish haqida batafsil bir parcha berilgan. 8-asrning 1-yarmida Tan imperiyasi Buyuk Ipak yo'lini egallash uchun, sababi Buyuk Ipak yo'ldan nihoyatda ko'p foyda olish mumkin edi. Shuning uchun uni egallashga harakat qilgan. Bojilaridan foyda olardi-da. Xo'p, va deyapti, Farg'ona hokimining Xitoyga yordam so'rashi u yerga Xitoyning hujum qilishiga bahona bo'ldi, deyapti. Nima uchun yordam so'radi? Sababi esinglarda bo'lsa, arablar bu hududga bostirib kelganda, endi Xitoy hukmdori, Farg'ona hukmdori arablarga qarshi Xitoydan yordam so'raydi. Xitoyliklar yordam berish bahonasi bilan kelib, aslida esa bu yerni egallash uchun keladi. 750-yili millati koreys bo'lgan Gao Xianchiji degan kishi qo'mondonligida Xitoy qo'shinlari keladi. Demak, qaraymiz. Xitoy qo'shinlarining qo'mondoni Gao Xianchiji
Arab qo'shinlarining qo'mondoni esa Ziyod ibn Solih ekan. Natijada qo'shin bu yerga keldi. Farg'onaliklar bilan ittifoqda Chochni ham ular vayron etdi, deyapti. Chochni vayron qildi. Katta o'ljalarni qo'lga kiritdi. Choch hokimi qatl etildi. Xo'p, shundan keyin Choch hokimining o'g'li arablardan yordam so'radi. Demak, farg'onaliklar Xitoydan yordam so'radi, chochliklar esa arablardan yordam so'radi. Natijada 751-yili iyul oyida Ziyod ibn Solih boshchiligidagi qo'shin Gao Sianchijining xitoyliklar, farg'onaliklar, qashqarliklar, kucharliklar va qarluqlardan iborat bo'lgan qo'shini bilan Talasda jang qilar ekan. Mana shu joyga e'tibor beramiz. Xitoy qo'shinlari kimlardan iborat bo'lgan? Xitoyliklar, farg'onaliklar, qashqarlar, kucharliklar va qarluqlardan. 5 kun davom etgan jangda xitoyliklar mag'lubiyatga uchradi. Gao Sianchiji yordamchilari Li Xie va Duan Shaoshilar bilan zo'rg'a qochib qutuldi, deyapti. Hunarmandlar esa Xitoyni qog'oz ishlab chiqaruvchi hunarmandlar Samarqandga olib kelindi, deyapti. Mana bu qog'oz ishlab chiqarish jarayoni. Tut daraxti po'stlog'idan tayyorlanar ekan qog'oz. Endi mana bu yerda Samarqand qog'ozining turlari berilgan. Samarqand sulton qog'ozi, Samarqand shoyi qog'ozi, Miri Ibrohimiy qog'ozi, Nimkanob qog'ozi. Ularning bir-biridan farqi bor. Masalan, oq rangli Samarqand sulton qog'ozi o'zining yupqaligi, silliqligi va yumshoqligi bilan ajralib turgan. Xo'p, Samarqand shoyi qog'ozi bo'lsa, rangi och sariq ekan. Bu oq ekan, bu och sariq ekan. Novot rangda ekan. Miri Ibrohimiy qog'ozi turi yuzi oq rangda dumaloq suv tomchi izlari bilan qoplangan ekan. Miri Ibrohimda suv bor ekan, eslab qolinglar. Nimkanob turida esa ipak qoldiqlari hamda po'stloq tolalari bilan qorishtirib tayyorlangan ekan va dolchin rangda ekan. Dolchin rangi qanaqa rang ekan? Xo'p, demak, mana shunaqa nimalardan turlarni, farqlarini bilib olishimiz kerak ekan. Endi Samarqandda, Xorazmda ishlab chiqarilgan kamonlar, demak, kamonlar bu paytda Xorazmda ishlab chiqarilgan ekan. Chochda Sopolida ishlab chiqarilgan ekan va Samarqand qog'ozlari Buyuk Ipak yo'lidagi eng mashhur tovarlar hisoblangan ekan, deydi arab tarixchisi Maqdisiy. Buni eslab qolamiz. Xo'p, endi Muqanna qo'zg'oloni haqida to'xtalamiz. Muqanna qo'zg'oloni. Xo'sh, 8-asr oxirlarida Movarounnahrda qo'zg'olon bo'lib o'tadi, arablarga qarshi qo'zg'olon. Bu qo'zg'olonning nomi Oq kiyimlilar qo'zg'oloni deyiladi. Xo'p, uning rahbari, ya'ni boshlig'i Hoshim ibn Hakim bo'lgan. Hoshim ibn Hakim bu haqiqiy ismi, laqabi Muqanna bo'lgan. Muqanna degani niqobdor degani. Nega uni niqobdor deb atashgan? Sababi u har doim boshi va yuziga ko'k parda ilib yurgan ekan, ya'ni yuzini hech kim ko'rmasligi uchun. Shuning uchun uni odamlar niqobi bor, niqobdor deb atashgan ekan. Ya'ni niqobdor degani arabchada Muqanna degani. Xo'p, balki yuzi kuygandir, balki badbasharadir, uni bilmaymiz. Lekin o'sha niqob taqib yurganligi aniq. Xo'p, endi Muqanna Xorasonda sarxanglik degani kichik lashkarboshilikdan vazirlik darajasigacha ko'tarilgan ekan Xorasonda. U mazdak g'oyalarga asoslangan ijtimoiy tenglik va erkinlik ta'limotlarini targ'ib qilgan. Mazdak kim? Mazdak bu Eronning bosh kohini hisoblanadi 5-6-asrlarda. Uning g'oyasiga ko'ra dunyoda hech kim kambag'al yoki o'ta boy bo'lish kerak emas. Ya'ni hamma teng bo'lish kerak. Dunyodagi barcha boyliklar teng taqsimlanishi kerak aholiga degan ta'limotda. Shu narsani ilgari surgan. Xo'p, endi 8-asr Turon o'lkasida turkiy, xorazmiy, so'g'diy, boxtar tillari va yozuvlari bo'lgan. Endi arablar bostirib kelgandan keyin bu yerda bir necha asrlardan beri foydalanib kelayotgan yozuvlar taqiqlab qo'yildi, kitoblar yoqib yuborildi, ibodatxonalar buzildi. Mana shu narsa tufayli arablarga bo'lgan norozilik kuchaygan va aynan mana shu Muqanna qo'zg'oloni ham shu sababdan kelib chiqqan. Xo'p, endi
mazdakilik. Mana boyagi. Diniy falsafiy ta'limot asoschisi mazdak. Asosiy g'oyasi musulmon mulkiy umumiylik, barcha narsalarning umumiy teng bo'lishi degan men aytgan narsa. Xo'p, qo'zg'olonni boshlaymiz. Qo'zg'olon mavzusini boshlaymiz. Xo'p, qo'zg'olon demak boshlandi va so'g'da avj oldi deyapti. Iloq va shoshdi, o'zini ta'sirini o'tkazdi. Demak, qayerda avj oldi? So'g'di. Qayerga o'z ta'sirini o'tkazdi? Eloq va shoshga. Qo'zg'olonchilarning demak markazi bu hozirgi Qashqadaryodagi Kesh shahridagi Som qal'asi bo'lgan. Qo'zg'olon 14 yil davom etdi. 769-yilda boshlandi va 783-yilgacha davom etdi. Va Narshah va Samarqandda oq kimlilar qo'zg'oloni yengilganidan keyin oxirgi urushning oxirgi bosqichi Som qal'asida bo'lib o'tadi va bu qal'ada Muqanna o'zini yonib turgan tandirga tashlab halok bo'ladi. Ya'ni yengiladi. Endi Muqanna haqida ijobiy fikrlar kam, sababi u payg'ambarlikni da'vo qilganligi uchun ko'pchilik uni to'g'ri bu ozodlik uchun harakat qildi. Milliy ozodlik qahramoni hisoblangan, lekin payg'ambarlikni da'vo qilganda hozir o'tamiz uni. 806-yilda yana bitta qo'zg'olon bo'lib o'tadi. Bu qo'zg'olonga Rofe ibn Lays degan kishi, ana bu Chips Lays emas. Balki Chipsdagi Laysni shuni ismidan o'rlashgandir, chunki u Laysdan bu 1200 yil oldin yashagan. Xo'p, xolos Rofe ibn Lays degan odam qo'zg'olon ko'taradi. Qo'zg'olon Samarqandda boshlanadi. Shosh, Farg'ona, Buxoro, Naqshband va Xorazm viloyatlariga tarqaladi bu qo'zg'olon. Tez orada Xuroson noibi Ma'mun, xo'p, 4-Xuroson noibi bo'ldi bu. Demak, e'tibor beramiz. Xuroson noiblarini yozib chiqinglar. Qutayba ibn Muslim Xuroson noibi bo'ldi, Ashros Xuroson noibi bo'ldi, Abu Muslim Xuroson noibi bo'ldi va mana yana bittasi Ma'mun ekan. Qo'zg'olonni bostirishda Somonxudodning nabiralaridan yordam so'rar ekan. Somonxudod kim? Somonxudod bu Buxoroda hukmronlik qilayotgan mahalliy hukmdor. Esingizda bo'lsa, Buxoroning hukmdori Xudod deb atalardi. Somon bu uning o'sha hukmronlik qilayotgan odamning ismi. Uni nabiralari Nuh, Ahmad, Yahyodan yordam so'rar ekan. Ular yordamga kelar ekan va Rofi ibn Lays qo'zg'oloni bostirilar ekan. Xo'p, Ma'mun kim? Ma'mun bu arab xalifasi bo'lgan Horun ar-Rashidning o'g'li o'zi aslida bu. Hali o'tamiz bu haqida. Endi mana bu savol tushgan. Qaysi omil Movarounnahr aholisining ozodlikka erishuvini tezlashtirdi? Mahalliy xalqlarning iste'rojlarga qarshi kurashlari behuda ketmadi, asta-sekinlik bilan xalifalikning hukmronligi zaiflashdi. Demak, qo'zg'olonlar natijasida xalifalik hukmronligining zaiflashuvi ozodlikka erishishni tezlashtirgan ekan. Endi mana Muqanna haqida endi batafsil to'xtalib o'tamiz. Muqanna Marv atrofidagi Ko'za qishlog'ida tug'ilgan ekan. Marv bilasizlar, hozirgi Turkmaniston. Xo'p, haqiqiy ismi Hoshim ibn Hakim ekan. U kudungarlik, kudungar degani matolarga bo'yoq berish, gul chizish, o'shanaqa ish bilan shug'ullangan ekan, lekin keyinchalik ko'zbo'yamachilik, sehr, tilsim ilmlarini ham o'rgangan ekan. Jodugarlikda ustoz bo'lgan ekan ko'pchilik nimalarga ko'ra. Va uning otasining ismi Hakim ekan. U Abu Jafar Davanaqiy davrida Xuroson amiri lashkarboshlaridan biri ekan. Otasi haqida gap ketyapti. Xo'p, va u Baliqdan chiqqan ekan otasi. Xo'p, Abu Muslim zamonida Xuroson lashkarboshlisi bo'lib ishlagan ekan Muqanna. Keyin vazir darajasiga ko'tarilgan ekan va payg'ambarni shu joyi payg'ambarlik da'vosini qilganligi uchun zindonga tashlanar ekan. Va u o'sha zindonda payti ham meni kim ekanligimni bilasizlarmi deb doim aytar ekanda va aytar ekan, sen bir hakimsan, Hoshim ibn Hakimsan deyishsa, u aytar ekan, yanglishdingiz. Men sizning va butun olamning xudosiman. O'zini xudo deyapti. Men odam atonining Nuh, Ibrohim, Muso, Iso va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam suratida, keyin esa
Abu Muslim suratida ko'rsatgan zotman derkan. Xullas kalom, mana shuning uchun bunga nisbatan salbiy fikrlar ko'p. Va bu haqida Abu Bakr Narshahiyning Buxoro tarixi asarida ma'lumot keltiriladi. Demak, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiborlar uchun rahmat.